Siz akne, post akne, pigmentatsiya va jinlardan aziyat chekyapsizmi? Unda bu video siz uchun. Akne uchun faqat bitta krem yetarli deb o'ylaysizmi? Aslida natija to'g'ri va kompleks parvarishdan boshlanadi. Bu aknega moyil va yog'li teri uchun to'liq parvarish nabori. Ushbu muolajamiz terini quritmasdan chuqur tozalaydi. Tonerimiz terini namlantirib, keyingi bosqichga tayyorlaydi. Akne serum esa yallig'lanish va toshmalarni kamaytirishga yordam beradi. Anti-akne krem terining himoya qavatini qoplab, serumni yaxshi ta'sir qilishiga yordam beradi. Quyoshni ultrabinafsha nurlaridan zararlanmaslik uchun SPF surtishni unutmang. Ushbu naborimiz quruq va erta ajin tushishga moyil yuzlar uchun bo'lib, yengil yuvish geli, toner, serum va kremdan iborat. Bu mahsulotlar tarkibida gialuron kislota bo'lib, muntazam parvarishdan keyin terida namlikni ushlab qolib, teringizni yorqin va elastik bo'lishiga yordam beradi. Va albatta, ushbu kompleks nabordan so'ng SPF surtishni unutmang. Bu naborimiz pigmentatsiyali va dog'li yuzlar uchun bo'lib, asosan kompleks ta'sir ko'rsatadi. Vitamin C ning 3 xil turi asosidagi kompleks formulasi pigment dog'lari ko'rinishini kamaytirishga yordam beradi. Teri rangini yanada bir tekis va yorqin ko'rinishiga olib keladi. Muntazam parvarish bilan teringiz yanada tiniq va sog'lom ko'rinadi. Jolis Azulen nabori sezgir, ta'sirchan va qizarishga moyil yuzlar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Azulen moddasi moychechak barglaridan olingan bo'lib, terini tinchlantirishga, qizarish va noqulaylik hissini kamaytirishga yordam beradi. Muntazam qo'llanilganda teri yanada namlangan, yumshoq va sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi.